Endi harom yo'llarini aytdik. Ana shu illatlarni oldini olish uchun faqatgina jazoni o'zi kifoya qilmaydi. Faqat jazoni o'zi kifoya qilmaydi. Ya'ni falon ishni qilsang qamalasan, falon ishni qilsang qo'ling kesib tashlaymiz, falon ishni qilsang badarg'a qilamiz. Faqat jazoni aytish bilan, jazolash bilan ish bitmaydi. Balki ularni tarbiya qilish kerak degan ulamolarning hikmatli gapi bor. Shu o'rinda ustozlarimizdan Muhammad Rotib an-Nablusiyni bir gaplari esimga tushib qoldi. Tasavvur qiling deydi, Ramazon ro'zasidasiz. Issiq kunlarda ro'za tutyapsiz. Lekin ro'za tutayotgan vaqtingizda uyga kelsangiz, uyingizda hech kim yo'q. Muzlatgichni ochsangiz, ichida turli xil sharbatlar turibdi, yeydigan, ichadigan narsalar turibdi. Agar shu muzlatgichdan olib ichsangiz yoki yesangiz, sizni hech kim ko'rmayapti. Ha? Yo o'g'lingiz, yo qizingiz, yo ayolingiz, yo keliningiz, bu adajon ro'za edilar, bu muzlatgichni ochib yeb ichyapti deydigan odam yo'q. Savol, nimaga shu odam shu ishni qilmaydi? Hech kim ko'rmayapti-ku. Chunki u Allohga va'da berdi tongda, men yemayman, ichmayman to shomgacha shahvatimdan foydalanmayman dedi. Bo'ldi, Alloh taolo ko'rib turibdi degan e'tiqod bor unda. Shu uchun yemaydi. U inson ko'rayotibdimi, ko'rmayotibdimi, ro'za tutgan, va'da bergan insonning aqidasi mustahkam. Yemaydi, ichmaydi, bo'ldi. Demak, agar shu uchun ham islomning avval aqidada la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Islomning 5 ta ustuni bo'lsa, bunyal islamu ala khams bo'lsa, birinchisi shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadur Rasululloh. Keyin iqomus sola, ita'uz zakat, keyin ro'za, haj bo'ladi. Demak, namoz o'quvchi inson ham, ro'za tutuvchi inson ham, zakot beruvchi inson ham, haj qiluvchi insonni ham e'tiqodi mustahkam bo'ladigan bo'lsa, uning amallari go'zal bo'ladi. Demak, bugun poraxo'rlik qilayotgan, bugun sudxo'rlik qilayotgan, bugun yana shunga o'xshash harom yo'llar bilan pulni ko'paytirmoqchi bo'lgan inson, Xudodan qo'rqish tavhidi uni qalbida bo'lmasa, 100 yilga qamayman deng quvuradi. Qizini bermayman senga deng quvuradi. Nimaga? Allohdan qo'rqish yo'q. Allohdan qo'rqmagan inson qonundan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqqan inson qonunni ikkinchi darajaga qo'yadi. Chunki Alloh turibdi, keyin qonun deydi. Xuddi bu ro'za tutgan inson yemagani, ichmagani kabi. Shu o'rinda Umar radhiyallohu anhu davrlaridagi voqeani bir eslataman. Buni bilamiz, lekin o'rni kelgani uchun takror aytamiz. Xalifalik davrlarida bir qo'y boqarni oldidan o'tdilar-ku. Shu qo'yingdan bittasini ber dedilar. Shunda yo bu qo'y meniki emas, men faqat boquvchiman. Buni egasi bor dedilar. Hay egasiga bo'ri yeb ketibdi dersan dedilar. Umar radhiyallohu anhu ni mana shu voqeasini din dushmanlari Umarni maqtaysizlar-u, mana o'zi yolg'on gapirishga o'rgatyapti deydi. Voy badbaxt, sen tangani bitta tomoniga qaraverma, ikkinchi tomoni bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu haligi bolani sinadi. Umarul odil inson bir insonga qo'yini bo'ri yetib ketdi deb aldashni o'rgatishi mumkinmi? Yo'q. Umar radhiyallohu anhu qo'l ostidagi musulmonni sinash o'laroq shu misolni aytdilar. Ha, egasi so'rasa bitta qo'y kamayib qolib desa, bo'ri yeb ketdi dersan dedilar. Shunda haligi bola nima deb javob berdi? Uni egasi ko'rmasa, uni hammamiz ustimizda turgan egamiz ko'rib turibdi-ku. Qo'yni egasi bilmas, Alloh biladi-ku. Men Allohga nima deb javob beraman deganlarda Umar radhiyallohu anhuning ko'zlariga yosh keldi. Haligi bolani ozod qildilar. Nima uchun? Xudodan qo'rqqan uchun. Ko'ryapsizmi? Agar Xudodan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsak, cho'lda ham qo'rqamiz, ko'lda ham qo'rqamiz, uyi ichida ham qo'rqamiz, uyini tashqarisida ham qo'rqamiz. Demak, qo'rqinchimiz haqiqiy bo'lmaganligi uchun hayotda ko'p xatolarni qilishligimiz mana shundan kelib chiqadi.